Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Yaqinda Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyati tarafidan atoqliq adabiy tanqidchi Muhammad Po'lat akaning Uyg'ur adabiyotida 50 yil nomli obzorlar to'plami nashr qilinib, o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. Biz bu adabiyotimizdagi xo'sh xabarni qutlaqlash, shundaqla uni xalqimizga yetkazish maqsadida Uyg'ur adabiyotida 50 yil degan temada maxsus suhbat qurishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasining pensioneri, atoqliq adabiy tanqidchi Muhammad Po'lat aka. Şinjan Yoshlar O'smirlar nashriyatining oliy muharriri, mas'ul muharrir Obliz Qiyum. Şinjan Üniversiteti Filologiya institutining dotsenti, adabiyot tadqiqotchisi Abdullah Matqurban. O'zim o'qib olgan kitobdan olgan ta'sirotlarimdan bu jamoat bilan bir o'rtoqlashib baqsam deydigan tuyg'u paydo bo'ldi. Asl birimdan yozib baqdim. Hozir hammaga ma'lum bizning shu adabiy asarlarimiz, madaniyatimiz toza taraqqiy qilgan, gullangan davrga qadam qo'ydi. Bu kitobdagi maqolalar yana adabiy ijodiyatga yangidan kirishgan bir turkum yangi kuch yosh yozuvchi shoirlarning ijodiyatiga bir chetiladi. Muhammad Po'lat aka, siz dastlab qo'lingiz qalam ilib ijodiyat bilan shug'ullangan vaqtda hikoya, povest, she'r, adabiyotning har qaysi janrlarida qalam tavritib, xeyli ko'p esil asarlarni yozib ekansiz. Acaba keyingi vaqtda butun hayotingizni adabiy tanqidchilikdan iborat bu qiyin bo'lgan, tasavvurga mush kasbga bag'ishlabsiz. Buningda bir alohida sabab bormi qanday? Men o'z vaqtida hikoyam, she'rim yozib chiqibman. Men o'z davrining sevgisiga hisoblaganda adabiy asarga o'xshaydi endi. Bir mezgillar yutib adabiyotimiz o'z xosiyatini tepib, asar ro'yiga ega bo'lgandan keyin adabiyotimiz nihoyat zo'r gulinish bo'ldi endi. Qoldi asarlar barliq keldi. Men o'qib kelsam, mening burun yozgan narsalarim bu adabiyotning o'zi emas ekanda. Shuni nihoyat azob bilan o'zimni adabiyot tavayishim yo'qligini his qildim men. Shuning bilan kitobxonlik yo'lini tanladim. Nashr qilingan ham milliy adabiyot tavanasini hammasini o'qidim. Shu o'zim o'qib olgan kitobdan olgan ta'sirotlarimdan bu jamoat bilan bir o'rtoqlashib baqsam deydigan tuyg'u paydo bo'ldi. Asl birimdan yozib baqdim. Shuning bilan tabiiy holda shu kasbiy o'zgarib qoldim. Ta'sirot menda pokisgan, shuni aks ettiraylik ekanman. Menga to'g'ri muvofiq bir kasbgan dedim endi. Shunga men bu menga yo'limdan rozi. Unda tunji qitimliq obzoringiz qanchinchi yil qachon yozilgan? 1963 bir obzor yozibdim men. Mehmetcan Sadiq rahmat bo'lib ketdi adam. Mavjushiga beg'ishlab yozgan ulug' ustoz Qadrdon Yo'ldosh deydigan bir balladasi chiqqan. Shu zamondagi ta'lim jo'rilgandi. Shuni bu yozgan. Bu qitim yangidan nashr qilingan 2 tomliq obzorlar to'plamingizga qanchalik maqolangiz kirgizildi? Men o'zimni jiqnas yozib ketgan o'xshaymi deb bir yerga yig'sangiz ayt kichik bir nima ekan bu. Shu yozgan narsamning o'zi bunda hisob qilsam 120 page bir yozgan o'xshayman. Ham meniki bir alaydiga biroz keng muhokama biroz kengmi? Maqolning salbi cho'ngroq hamdi. Shunda olganda bir odamning umri uchun ayt ozda buncha narsa. Ma kitobning o'zida asosan o'sha men yozgan obzorlarning tanlanganlari hammasi bor. 8 parcha maqola qopdi. Ay buni yozganlarimdan. Men kitob kirmay qolgan, men 2 yildan beri yozganlarim ham 10 necha bir maqola bor ekan. Shu ham shu to'liq asarlarim chiqdi desam bo'g'dak dedim bu endi. Endi Oblizga adabiy obzorchilikqa atalgan zo'r hajmlik yoki maxsus shunda obzorlar to'plam bo'lish sifati bilan bu nashriyatchiligimizdagi tunji bir ishga. Endi sizlar qandaq bir zaruriyat ham ehtiyoj tufaylidan o'sha 2 tomliq obzorlar to'plamini plan qilib qoldinglar? Buni erishishga maqsad bunda 3 xil. Xo'sh. Birisi hozir hammaga ma'lum bizning shu adabiy asarlarimiz, madaniyatimiz toza taraqqiy qilgan, gullangan davrga qadam qo'ydi. 70, 80, 90 yillar yaqin zamonga kelganda bu jush urib rivojlandi.
nurg'unlagan romanlar, nurg'unlagan adabiy asarlar bo'libmi, shu roman, hikoyalar to'plamlari, andan keyin she'rlar to'plamlari oqoqini tushdi. Bir-biridan chiroyli, bir-biridan mazmunli, bir-biridan obda. Xalqimizga ma'naviy o'zini shunday yetkazib berdi. Buning ichida shu adabiy tanqidchilikning o'ynagan roli, buning turtkisi nihoyat cho'ng bo'ldi. Shuni qarab men shu Mehmet Polat aka mushat sal oldi menga adam ekan, mush adamniki bir umr qilgan amgigan bir yig'inchoqlab jamoatchilik bir sunsoq, buni bir o'rnak qilsa, bizning adabiy hayotimizning taraqqiy qilishiga tag'im turtki bo'lsa ekan degan bir umidni qilib, birinchi sababim shu. Ikkinchi sababim, endi donolarimiz aytibgan, odamning umri atgan o'q. Demak, bir turkum bizning jafoliq kech kun izlanib, yezib, xalqimizga ma'naviy uzuq yetkazayotgan dangliq shoirlarimiz, dangliq yozuvchilarimiz ba'zilari katta. Shu nuqtadami men Mehmet akamni degan vaqtimda, aka, kishini o'lgandan keyin qadrlamay, hayot vaqtida bir qadrlasak, seni men bir qadrlab baqsam, sen bir xush bo'lamsan deb so'radim. So'rasam, qipa qilib qam dedi. Ya'ni uchinchi bir sabab bizdan burunqilar nurg'unlagan asarlarni bizga qoldiribdi. O'rganayotganimiz, ularning dono so'zlarini qo'llanayotganimiz, ishlatayotganimiz hammasi shularning mana yeziq sipanasi qoldirganligi deb qaradim. Endi bizmi keyingilarga zot bir narsa qoldirishimiz eng zo'r ekan, ma'naviy o'zini qoldirish deb qaradim. Qarab, Mehmet akamning bu 2 tomliq to'plamini chiqarganda, hozirgilar o'rnak bo'lsin, keyingilar xotir bo'lsin deb buni biza bezatlab, cho'ng hajmda qilib chiqardik. Endi Abdullah muallim, ataqliq adabiy tanqidchi Muhammed Polat aka shu 2 tomliq Uyg'ur adabiyotida 50 yil nomli kitobi nashr qilingandan keyin o'z qo'li bilan sizga beribdi. Shu fursatda kitobni o'qigandan keyingi tunji ta'siriyotingizni bir ixcham o'rtoqlashsangiz. Endi bu butun adabiyotimiz uchun, adabiy tanqidchiligimiz uchun, shuningdek nashriyatchiligimiz uchun bu nihoyat cho'ng bir ish. Endi adabiy tanqidchiligimiz nuqtasidan olganda, men buni Uyg'ur adabiy tanqidchiligining bir katta to'y marikasi deb qaradim. Bo'lib men islohot ichib o'tish yo'li qo'yilgandan buyon yozib chiqqan bir turkum nodir adabiy obzor maqolalari tanlab kirgizildi. Bu maqolalardan Mehmet Polat akaning ma'naviy izlanishlarining har qaysi bosqich va jarayonlarini, shu jarayonda shakllangan izchillik, ilmiylik, odillik, mas'uliyatchanlik adabiy tanqid stilini bayqashga bo'ladi. Undan boshqa bu kitobga tanlangan maqolalar azaqlikni bayon qilib, adabiyotimiz besib o'tgan har qaysi bosqichlarga, har qaysi jarayonlarga, shuningdek bu jarayonda adabiyotimizni qo'lga keltirgan barliq muvaffaqiyatlarga, saqlangan yetersizlik ko'rilgan masalalarga, shuningdek milliy adabiyotimizning har qaysi tür va janrlariga, ya'ni proza desak, prozaning roman, povest, hikoya turlariga, she'riyatimizga, dramaturgiyamizga berib chetiladi. Undan boshqa maqolalarning chetilish doirasi kenglik nuqtasidan yana badiiy adabiyotdagi badiiy obraz, badiiy tip, qurilma, syujet, badiiy til qatorliq masalalarga berib chetiladi. Bu kitobdagi maqolalar yana adabiy ijodiyatga yangidan kirishgan bir turkum yangi kuch yosh yozuvchi shoirlarning ijodiyatiga berib chetiladi. Yana ondan boshqa bu kitobningki uchur qimmati bak yuqori ekan. Buningga uchurlik qimmat nima deganda, ma'lum bir yozuvchininki, bir shoirning qachon ijodiyatga kirishganligi, uning tunji asarining qandoq dunyoga kelganligi, bu yozuvchi, bu shoirlarning ijodiyat jarayonida qandoq bir jarayonlarni boshdan kechirganligi, ularning asosli asarlari, bu asarlarningki umumiy xohishi, badiiy qimmati qatorliq taraflarga berib chetiladi ekan. Badiiy adabiyotning o'lchami, birisi mazmun o'lchami, badiiylik o'lchami bo'ladi hamda. Shu ikki o'lcham mening kitobxonligim bilan singishib ketdi-da. Mening o'qish jarayonidagi o'zimning ta'siroti cho'qim bu kitobni
Muşu kesip sahasındaki yoldaşlarının hemimiz bir kur körüp, öz bir xil bilim az buğudak, yaxşı müşterepten uçurlar barken dep qaradım. Yüksek derecedeki ademi fazilet, taraflık ve çonqur bilim zapısı, ayan derecedeki edebi icadiyat tecrübesidir. Adillik, lillahilikni talep kıldıgan bir iş bu. Endi Muhammed Polat aka, demek siz özünüzün obzorchilik, mushu adabiy tanqidchilik hayotingizda qandaq o'lcham va prinsipni o'zingizga mezon qildingiz? Bədii ədəbiyyatın ölçümü, birisi məzmun ölçümü, bədilik ölçümü bozuldu hem de. Muşu iki ölçem benim kitapxanlığım bilen sınışıp gitti de. Benim yüzemnin esergi bulan, yaktırışım yüzemnin kitapxanlığını ölçem kılamam ben. O eser bana yeni nersi verilse, bana yok bir fikrini takdim kılalsa, hayat hakkında kayıt oylandırılsa, bu eser benim yüzemnin nezarı nayet yakşı. Çünkü bunun da bir emeliyatçılık var. Ben hazırlıkça 43 adamını muhakim kıptım eserini. Yekki makal yazı kaldı da hem de. Bunun için cık yazı kaldım ba, bir iki de yazı kaldım ba. Muşun üzdün ben bir nersini yazı kıldım. Ben belki ya birer gıres, ya birer menfaatperest seçildiğin hiç nesi yok. Fakat edebiyatlı bakken de. Bombası bu 40 neçe adam birini öz cayı şur muhakim etmek asan emez. Benim şu edebi tanqidçilikdeki ölçüm bana ameli tesir kaldırıcı kitapның, eserinin yüzü. Benim kitapxanlıq hayatımı ölçem kıldım. Şuna benim birini azırak adamda okuyacak dedim hem de. Karaganda şu tanqidçilik ahlakı da biraz pakken ben. Endi Abduzga, sizlar qaysi xildagi o'qirmanlar qatlamini o'ylashdinglar mush kitobni nashr qilishda? Mushu kitobning qimmati qanday qaraysiz? Rastga aytsak, bir nashriyatchi bo'lish sifatim bilan har qanday bir kitobni asar keladi ol bilan asarning mazmunini o'qish. Hamma mas'ul ma'rlar yaxshi o'qib bo'lgandan keyin shuning sal kimga taqosa bo'ldi ekan? Bu kitobni kim uchun chiqaramiz? Qanday foydalandi? Onun qanday bilimga yetkazib bera olamiz? Bu narsani olib bilan o'ylashimiz. Buni o'ylashib bo'lgandan keyin, andan keyin biz shu kitobning nashr qilishdan burun shu o'qirmanlar qatlamini o'zimiz bunu teşrif tetkik qilamiz. Endi ma kitobga misol kelsak, ma kitobni biz plan olgandan keyin biz mana bir necha xil kishilarga o'qirmanlarga bab keldi ekan deb qaradik. Birinchi turi adabiyot tadqiqotchilar. Buningga bu kitob ular uchun intayin yaxshi bir qural. İkincisi axborot nashriyot matbaa bilan shug'ullanayotgan tahrir qo'shunlari bor idora jamiyatlar. Üçüncüsü, endin Ali otur mekteplerinin til edebiyat kesbini şoğulundan. Şu til edebiyat fakültelerine til edebiyat şoğulundan dersinde malum var. Endin kapkasa bizden Abdunur Ayız'ın bu içe her derecelik kütüphanlar. Endin kapkasa beşincisiga şu yazıcı, şair, yoldaşlarının hemimiz bir kur körüp öz bir xil bilim az buğudak, yaxşı müşterepten uçurlar barken dep qaradım. İkincisi bu kitapның kıymeti. Ben muşun tahrirlash jarayonida o'qib ketib berib, bu güherni hazırlayamaz. Bunun için ma asırlayamaz. Keyingi asırlardimi lazım buldu ekan dep qaradım. Endi Abdullah muallim, Muhammed Polat akimiz yangi davr Uyg'ur adabiyotimizning mushu adabiy obzorchilik sohasiga asos sag'uvchi hisoblandi. Siz Muhammed Polat akimizning töhfisi qanday qaraysiz? Edebi obzor yüksek derecedeki ademi fazilet, taraflık ve çonqur bilim zapısı, ayan derecedeki edebi icadiyat tecrübesidir. Adillik, lillahilikni talep kıldıgan bir iş bu, edebi obzor diyen. Muhammed Polat akanınki vücudunda bu edebi obzorluk bilen şug'ullanishninki yuqorqi sürgüri şartları to'liq bilan hazırlangan. Endi azodlikdan buyanqi Uyg'ur adabiyotida adabiy tanqidchilik izchil holda ojiz bir halqa deyilib keldi. Bu shu milliy adabiyotimizningki ijodiyat amaliyatiga haqiqiy yondasha oladigan, yondashishli emas, uni yetaklay oladigan bir nazariyaviy quvvatninki kendikiga qartilgan. Vaholanki Muhammed Polat aka edebiyatimizda del aşı aciz dep qaralgan bir halkınınki vekili. Yüksek derecede hem etraflık bolgan
nazariyevi bilim, nazariyevi quvvat bu odamning vujudida hozirlanğaçqa bu hozirgidek natijalarga erishgan. Endi nazariya nuqtasidan olgan vaqtida klassik adabiyotimizda yetilgan adabiyot qarashlari, adabiyot tushunchalari 19-asrdagi xalqchil va demokratik rus adabiyotining Belinski, Chernyshevskiy, Dobrolyubov, Plexanov qatorliqlar vakillik qilgan ilg'or adabiyot tushunchalari ham bir qadar sistemlashgan adabiy tanqid metodlari. Dastlabki Sovet davrining Maksim Gorkiy vakilligidagi inqilobiy adabiyot qarashlari shu asosda shakllangan marksizmlik adabiyot san'at nazariyalari Mehmet Po'lat akaning adabiyot san'at nazariya jihatda qurollanishning manbasi bo'lgan deb qarayman. Endi bu nazariyalar davrning burun chapqinlarining sinoqlaridan o'talgan bo'lg'achqa Mehmet Po'lat aka buni berilib o'rgangan, qadar-qimmat tadqiq qilgan, uni milliy adabiyotimizning amaliyatiga nihoyat jonliq tatbiqlab kerilgan. Yana birisi odillik, odamni emas, asarni asos qilish. Konkret asarni muhokama obyekti qilish bu Mehmet Po'lat aka uzun yillik adabiy tanqid faoliyatida yetildirgan yaxshi bir odat. So'nashqa biz Mehmet Po'lat akaning maqolalaridan qandaqdir muhokama obyektlarini qari qo'yiq maqtash, qari qo'yiq tanqid qilish bunday narsalarni bayqamaymiz. Undan boshqa yana qadrlashga tegishli taraf adabiy tanqidni qandaqdir asar egallariga xushamat qiladigan, xushamat dasturxoni qilib olgan yo'q. Boshqalarga zarba berib, ularni kaltaklaydigan, dumbalaydigan bunday narsa qilib olgan yo'q. O'zim deb o'tdi, bu odamningki ko'krigida milliy adabiyot deb so'qadigan bir yurak bor. Bir yaxshi asarni o'qisam, bir xil go'zallik tuyg'usi paydo bo'ldi. Yana birisi bir hayajonli kayfiyat paydo bo'ldi kamenda. Shu dağınlıq köp yıl əcr sındağan ustazlarımızın əmgeyini mücəssəmləş məsələsi. Endi Muhammed Po'lat aka, sizning shu sinoqdan o'tgan boshqalarni qoyil qildigan o'zgacha bo'lgan obzor tilingiz qanday shakllangan? Bir yaxshi asarni o'qisam, bir xil go'zallik tuyg'usi paydo bo'ldi. Yana birisi bir hayajonli kayfiyat paydo bo'ldi kamenda. Men shuni faqat shu til bilan aks ettirsam, shuni qilib harakat qilaman. Ehtimol mening tilimda alaylik bor desa, endi ostila. Mushundan tug'ilgan bo'lishi mumkin. Kitobxonlik ta'siratidan-da. Shu azroq axborot tili nazariy bayonlardan xoliroq endi. Ifoda qilish shakli baxshi narsada azroq ro'shanlik bor. Men endi maqola yozsam, nihoyat astoydil ishlayman qarang. Tez bitmaydi. Ben qayta ko'raman. So'zimda tilga alayda ishlayman. Undan keyin men mush ohangdorlikqa diqqat qilaman. Kitobxon kayfiyatiga agashkili bo'ldi emasmi? Yana birisi mening qarashim adabiy tanqidchilikning tilimi menimcha bir xil go'zallik, san'at bo'lish kerak-da. Bo'lmasa uning xosligi bo'lmaydi. Menga bu xil aqida şu Belinskiy bilan Gorkiydan o'tgan. Aqida shundoq. Hamda tilning ayında bo'lishi abay emas degandek bu samimiy saf hissiyotdan tug'ilgan. Endi Abdulazizga, balkim sizlarning nashriyotinglar bundan keyin yana plan qilish zaruriy tug'ilayotgan asarlar haqida o'ylashyapsizlar deyman. Rostga qilsak, biz yoshlar o'smirlar nashriyati bo'lgandan keyin biz bolalarning adabiy jihatdan o'sib yetilishiga yordamlash uchun hozirmi qilyapmiz. Bundan keyin muhim salmoq shular qaratish uchun yoshli bolalar bir belak, o'tir boshlang'ich maktab bolalari, dərsin sirqi ədəbi oxuşluqları. Bunlar yana bir belak. Yoshlarning yana bir belak. Dağınlıq köp yıl əcr sındağan ustazlarımızın əmgeyini mücəssəmləş məsələsi. Qayyim Turdi, Ahad Turdi, Alimcan İsmail bularniki asosiyati yürükləşdirilib, bularning nəsləri bir ömrüdə qılğan əmgeyi mücəssəmlib bir badı. Biz bu planı uzun tüzügən. 2 yil birdən qılıb biz davamlıq bu işini yapmaqçı. Bir yazğıcı degan o'zining əmgeyini o'zining hayotidan üstün görüb,
Bu yerda nəhayət özünü unutup aldı. Biz üçün əcr sındadı. Endi muşnudan başlap ta hozirgacha menimcha shug'ullangan bir muncha yozuvchilarimiz nurg'un asarlarni xalqimga taqdim qildi. Bir qismlari yezib bo'lib, yeni e'lon qilib bo'lib, yeni yezib etib, tag'i nashriyatga o'zining yozgan narsasini topshirmay ketib qoldi. Yana bir qismlari yerimini yezib ketib qoldi. Oxirini chiqarmay. Shun buni o'ylab, bu odamdan zodi qanday qadrlasak bo'lar? Bizning chog'imizning yetishi zodi yoshlar o'smirlar nashriyati musha odamlarnikini oldida, musha odamlarnikini vaqtida chiqib tutib, musha odamlarning kitoblarini navoiyda mujassam yig'inchaga berish kerak deb yo'l shunga kelib qoldi. Ikkinchi birisi oq o'rinlar. Oq o'rinlar deganimda biz Qashqar san'ati, qo'lchi teatrchiligi To'daxon akam shunaqmi? Maqam ustoz To'daxon akam nurg'un Nimshit degan nurg'un kitoblarni chiqardik. Yana bir turkum kitoblar bor, oq o'rin to'ldirilgan. Masalan, Manas dastanimi? Umi patara chiqdi. Endi shaxsiylardan misol olsam, Temur Davomat. Mush adabiyot ko'ngil bo'lgan rahbarlarning birisi. Bu odamni o'zim she'r yozib qo'ydi, yo'ldoshlar biladi buni. Hozir shu odamning shu she'rlar to'plamini, rasmlik she'rlar to'plami, uni yo'g'on kitob chiqarmoqchi. Bir yil orqali chiqdi. Endi undan boshqa bizning chaqchaq perimiz Hisobni Qurbon akam bu odamni bizning Uyg'ur ichidan chiqqan, Uyg'ur xalq uchun mo'l o'zini xoshallik bilan bag'ishlagan mashina dana odamlarning biri deb qarayman. Hozir yozdirib bir yerga ekib qo'ydik. Demakchi, keng qadamda bu odamnikimi o'tirsamoqchi. Hozir vaqt yetishmayotdi, ulgurib bo'lmayapmiz. Endi o'zimiz shular taqozo qilgan cho'nglarni orzu qilyapmiz. Shunday ishlarni qilish orqali bizning ham hozirgilarga o'rnak, keyingilarga xotira, miras. Shunda bu qadar narsalarni shakllantirish imkoniyat berish, tirishib shakllantirsa deb shu yo'lda emek qilyapmiz. Mehmet Polat özünün Uyghur edebiyatida 50 yil namlıq obzorlar toplum arqılıq mundaq bir iş qildi. O nurg'un ediblarga yaxshi nam ataq berdi. Nurg'un yosh bo'g'imlarni mushu ijodiyat safiga kirishga yetaklidi, ilhom berdi. Lekin eng muhimi Mehmet Polat özünün obzorlari orqali Uyg'ur edebiyat nazariyasining shakllanishiga ma'lum asos yaratdi. Mehmet Polat haqiqatan hozirgi zamon yoki yangi davr Uyg'ur adabiyotining asosini tikladi, bayroqdor bo'lib mangdi. Shunga men Mehmet Polatning bu g'ayratiga opirin aytaman. Mehmet Polat sobiq Şinjan Pedagogika İnstituti Uyghur Til Edebiyatı Fakültetining o'quvchisi. O'qiyotgan vaqtlarda o'zini adabiyot qanday urg'onligini, nimalarni o'qib, nimalarni tadqiq qilganligini, adabiyotning giposi intayin samimiy, intayin qizg'in bo'lganligini men bilaman. Bütün ömür jarayonida biz hammamiz bir-birimizning emgeklariga, tirishchanliklariga diqqat qilib keldik. Ma emgeki pek noç emgek koptu. Tebriklayman. Uyg'ur adabiyotiga nisbatan bo'lgan milliy mas'uliyatchanligiga opirin aytaman. Ayni vaqtda kichik vaqtimdan tortib Muhammad Polat akamizningki tetimliq esil obzorlarini o'qib bu kishiga intayin qoyilligim kuchlik. Ayni vaqtlar 90-yillarda o'tgan asrning G'uljidagi bir adabiy so'rinda so'zdan so'z chiqib Muhammad Polat akamiz bizning Uyg'ur adabiyotining beliniskesi deganligim yodimda. Akamizningki butun hayotida bizning Uyg'ur adabiyotiga bir xil kuyinish, g'amxo'rlik urg'ib teshib keldi, o'zi harmay talmay bu yerda ishlab keldi. Shundaq aytishga bo'ldi, Muhammad Polat akamiz bizning Uyg'ur adabiyotimizning kuyimchan ham armas talmas bag'vini. Abdullah muallim, endi bu kitap o'qirmanlar bilan yuz ko'rishdi. Bu endi bizning adabiy tanqidchilik ishlarimizning hozirgi real shaklda qanday bir jonlanish kayfiyati olib keldi deb qaraysiz? Uyg'ur adabiy tanqidchiligi
ba'zi odamlarninki nazardagidek qanchalik darajada ojiz bo'lishidan qat'iy nazar u bir mavjud reallik. Jamiyatninki har qaysi qatlamida bir adabiy tanqidchilikning Muhammad Po'lat aka sarkardaligidagi bir qo'shini bor. Yaqinqi 20 yil mobaynida bir turkum yuqori sapoliq doktorlar, magistrlar tarafdan yig'ilib bu qo'shinga qatnashdi. Bu qo'shinning kuchini zo'raytib Uyg'ur adabiyotida 50 yil nomli kitob nashr qilib, ularning qo'liga tekkandan keyin o'ylayman, bu kitob ularga bir ularning adabiy tanqid bilan shug'ullanishiga ilhom beradi. Muhammad Po'lat akaninki qo'lidagi qalamni ma'niliqi kuch ulab yugurish musobaqasidagi bir kaltakka o'xshatib keladi. Bu qo'shindikilar yuqorida tilga olgan yangi kuchlar bu kuch ulab yugurish kaltakini qo'ldan qo'lga yetkazib, oxirgi pallani kutib oladi. Yangi natijalarni qo'lga keltirdi. Albatta, adabiy tanqid sohasidami natija qozonish bo'lib Muhammad Po'lat akaga o'xshash bundoq natijaga erishish oson emas. Buning bir jarayon kerak. Lekin davr ashularni, qo'shindikilarni tavlaydi. Hozir fursat nihoyatda yaxshi. Mushuning bilan qo'shilib bu kitob Muhammad Po'lat akaning bu ikki tomlik kitobi Uyg'ur adabiy tanqidchiligining jonlanishida yangi bir boshlanish nuqtasi bo'ladi deb qarayman. Uning ustiga bundan keyin endi adabiy tanqidchilikning o'zi haqidagi tadqiqotmi jonlanadi. Hatto shunish kerak, bizda maxsus Muhammad Po'lat tadqiqoti shakllanib bo'ladi gap yo'q. Biz bugun suhbat ustulimizdan o'rin olgan ataqliq adabiy tanqidchi Muhammad Po'lat aka, shundaqla nashriyatchi Abdulaziz Qayim ham adabiyot tadqiqotchisi Abdulla Matqurban efendimlar bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Ham yangidan Yoshlar o'smirlar nashriyati tarafidan nashr qilingan Muhammad Po'lat akaninki Uyg'ur adabiyotida 50 yil nomli 2 tomlik obzorlar to'plamida maydon kelgan yangi hodisalar, shundaqla o'zi xos xususiyatlar haqida cho'nqur muhokamada bo'ldik. Biz oxirida muhtaram ustoz Muhammad Po'lat akaning mo'ysiflik yeshiga texmi qo'shalliq, shundaqla sog'lomlik tilaymiz, qalamiga barkat tilaymiz. Bugun suhbatimiz mo'shada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.